Assalomu alaykum. Mana hozirdan boshlab biz internet haqida ikki og'iz gaplashib o'tamiz. Demak, internetimiz o'zi nima degan narsa bor. Internet, ya'ni internetimiz o'zi qayerdan paydo bo'lgan, nima uchun yaratilganligini keladigan bo'lsa, internet ma'lumotlar saqlash uchun yaratilgan. Burun avvalo boshida mana shu internet yarashdan avval ma'lumotlar qandaydir bir narsalarda saqlangan bo'lsa, u narsalar vaqt o'tgan sayin yo'qolishni boshlagan kompyuterlarda ham. Va o'shandan so'ng internet degan narsani yaratilganki, o'sha orqali ma'lumotlar almashuvi va ma'lumotlar bazasi qilishligi uchun, ana shu saqlashlik uchun. Mana hozirgi vaqtga kelib internet juda ham rivojlanib ketdi. Endi shu internet o'zi nima? Internetning qanday turlari bor? Internetga qanday ulansa bo'ladi degan savollar bor. Ya'ni biz internet o'zi qanaqa ulanadi, internet nima degan narsalar qisqacha gaplashib o'tamiz. Asosan biz internetni uyimizni oldigacha kelishi почти bir xil, lekin uyimizga kirib kelayotganda уже 3 xil yo'nalishda, ya'ni 3 ta ko'rinishda kelishi mumkin. Yoki ana shu bizni kompyuter yo planshetimiz yo telefonimizga internet kelishida bir 3 xil yo'nalishda keladi. Demak, birinchi yo'nalishida asosan internetimiz bulut singari bo'ladi. Ya'ni ana shu internet bulut singari bo'lib, barcha ma'lumotlar o'zi saqlaydi, ammo lekin bu bilan bironta bir kompyuterga xalaqit bermaydi. Ya'ni qanaqa bo'ladi desa, misol uchun aytaylik, mana bu yerda bitta kompyuterimiz bor. Bitta kompyuterimiz borda, o'sha kompyuterimizda demak, mana shu kompyuterimizda deylik, internetimiz bor. Internetimiz bor deyman. Ma'lumot bor. Bir qandaydir rasm, bironta bir xat, ma'lumot nimadir. Endi shu ma'lumotni bu mana shu internet degan bazaga joylab qo'yadi, ya'ni shu bulutga, ya'ni internetga bir qanaqa ko'rinishda misol desa, misol uchun aytaylik, elektron pochtalar, Facebookmi, Gmailmi yoki Twitter shunga o'xshagan narsalarga yuklashlik bilan bu shu internetga tushadi. Endi buni qolgan joydagi boshqa kompyuterlar o'sha ko'rinishni boshlaydi. Ya'ni mana bu kompyuterlar ham endi buni mana shundagi ma'lumotlarni ko'rishni boshlaydi. Ko'rishni boshlashi bilan bularni o'zidagi ma'lumotlar ham internetga qo'shiladida boshqalar ko'rishni boshlaydi. Shuning hisobidan yer yuzida internet paydo bo'lgan desak ham bo'ladi. Demak, yana bitta ko'rinishida misol ana endi uyimizga kelishi birinchi ko'rinishi bu ana shu bulut shaklida bo'ladi dedik. Bulut shaklida internetimiz kelib, uyimizga kirib keladi. Kirib kelganidan so'ng u ATS degan bazaga tushadi. Ana shu ATS deb qo'yiladi. Ya'ni mana ular nima desa, internet tarmoqlari, telefonlar tarmog'ini ta'minlab beradigan alohida bizdan bazalar, ana shunday joylar. Ana shu ATS ga kelib tushganidan so'ng bu mana shu ma'lumotlarni yig'ib bergandan so'ng Splinter degan narsaga uzatadi. Asosan Splinterga uzatmaydi. Asosan uyimizga damashli telefonlarni sim orqali keladi. Xuddi ana shuni ko'rinishida keladida, uyimizga kirganidan so'ng agar bizning uyda internet bo'lmasa, mana shu telefonlarga ulanib qoladi. Agar biz uyimizda internet ham bo'ladigan bo'lsa, Splinter degan narsaga ulanadi-da, ana shu Splinterdan modemga ulanib, modem orqali o'sha boshqa kompyuterlarga ulanib ketishi mumkin. Setovoy bo'lib hali yoki Wi-Fi larga ulanib simsiz internet bilan ta'minlab berishi mumkin bo'ladi. Mana bu yerga kelib, bitta simi bu yoqqa telefonga ketadi, ikkinchi simi modemga ketadi. Endi Splinter o'zi nima desa, Splinter mana bunday to'rtburchak narsa, uning zaryadkasi, USB-si va mana shunga o'xshagan narsasi va mana bunday ulaydigan perxatnik simi bo'ladi. Xo'p. Endi Splinterni yana ham yaqinroqdan ko'radigan bo'lsak, Splinter mana bunday ko'rinishda. Orqasi tomonida ikkita simi bor, oldida bitta mana bunaqa sim tushadigan joyi bor. To'rtburchak narsa bo'lsa, endi bunga qanday ulanadi desa, mana Splinterimiz turibdi. Bu yoqdan damashli telefon simi keladi, ulanadi. Bu qayerga ulanadi desa, mana bu teshikka ulanadi. Mana bunga ulanganidan so'ng bu damashli telefon ishlaydi. Bu yoqdan telefonimizning liniyasi, ya'ni simi keladi, uyimizga kelib o'rnaydi. Misol uchun ana shunga liniya degan joy bor, ya'ni bu mana bu qismi
mana bu qismiga ulanadi. Ulanganidan so'ng endi keyingi qismi modem degan joy bor. Modemga o'sha modemimizning simi ulanadi bu yoqqa. Ikkinchi tomondan esa ana shu modem ulanadi. Bu mana bunaqa ko'rinishda, ya'ni mana bu joyga internetimiz kirib ulanadi yoki yana shu домашний telefonimiz bu yoqdan домашний telefon olib ketiladi. Bu mana bu joydan esa bizni ana shu kompyuterimizga ulanadi. Demak, bu internetimizning ko'rinishi. Modemlarimiz mana bunday ko'rinishda bo'lishi mumkin. Bu Wi-Fi ham, misol Wi-Fi router ham deb qo'yiladi yoki modemda mana shunaqa shoxsizi yoki bo'lakchiroqlari bo'ladi. Shunaqasini olib ishlatsak ham bo'ladi. Bu birinchi ko'rinishi edi. Endi keyingi ko'rinishi bu ko'rinishi Wi-Fi deb aytib o'tdim. Ana shu Wi-Fi'lar shaklida keladi. Xuddi ana shu домашний internet deb qo'yiladi. Xuddi ana shu домашний telefonga o'xshab keladi-da, ammo undan bo'lakcha, ya'ni ana shu kompyuterning orqasiga suqiladigan simiga o'xshash mana bunaqa sim keladi-da. Mana bunaqa sim keladi-da. Uyimizga dovur. Ana shu bilan ulab ishlatsak bo'ladi. Bu simimizni mana shu Wi-Fi ga ulaymiz. Wi-Fi ga ulaganimizdan so'ng ishlatamiz. Uni hozir qanday ishlashini ko'rsataman. Bu yerda misol Wi-Fi bo'ladi, o'zi zaryadkasi bo'ladi. Ozgina bir 2 metrga yoki 1 metr keladigan simi bo'ladi va uni ana shu USB si yoki boshqa simlari bo'ladi. Yoki diski bo'ladi, bitta disk bo'ladi. O'sha disk orqali kompyuterga solib nastroyka qilish mumkin bo'ladi. Mana Wi-Fi ning ko'rinishi, bu yerda zaryadga suqish joyi, bu yerda restart, ya'ni ana shu Wi-Fi da ulaganingizdan so'ng kompyuteringizga nastroyka qilish joyi bor. Ana shu nastroyka qilish knopkasi. Va uni oldida WAN deb qo'ygan joy. Bu WAN ga ana shu aytib o'tganimiz домашний set orqali kelgan internetimiz simini suqamiz. Mana bu antenasi orqali o'sha vez uyda ichida bemalol internet ishlasa bo'ladi. Hech qanaqa simsiz yoki telefonlarni ham har qanaqa narsani, hatto sim kartasi bo'lmasa ham bemalol internetdan foydalansa bo'ladi. Mana bu turli joy esa bular ana shu qo'shimcha simli nimalar uchun, ya'ni misol uchun aytaylik, домашний telefonlar uchun qo'yilgan narsalar. Misol Wi-Fi bo'lsa, mana shu barcha ustroystolarimiz, ya'ni notebooklar, mana shunaqa o'yin o'ynaydigan narsalarimiz, telefonlarimiz bemalol internetda ulanaveradi. Ammo lekin домашний kompyuterimizga esa sim orqali ulanadi. Ba'zilariga, lekin ba'zilarida Wi-Fi routeri bor. Wi-Fi tushadigan joyi bor. Xo'p, demak yana uyimizga mana sim orqali keladi internet, Wi-Fi ga ulanadi va qolganlariga ulanib ketadi. Uyda tashqarisidagilar ham foydalanishi mumkin bo'ladi agarda Wi-Fi routeringiz kuchli bo'lsa. Aynan shu simsiz mana bu yerda ham ko'rsatilgan, ya'ni uyga internet kirib kelyapti, домашний kompyuterga ulanyapti, bu yerda Wi-Fi ga ulanyapti-da, yana bitta sim kelib turib, haligi LAN degan joyimizda ulanib turib, mana bu joyda ikkinchi dumi bu mana shu домашний ga ulanyapti. Pastdagi birinchi etajdagi kompyuterlar esa avtomatik Wi-Fi orqali ulanib olyapti bunga. Bu ikkinchi ko'rinish, ya'ni Wi-Fi shaklida ko'rinishi. Xo'p, keyingisi modem shaklida ulanadi. Modemimiz mana ko'rib turganingizdek mana shunday shaklda bo'ladi. Uni har xil sim kartalar, har xil kompaniyalardan olamiz va shu orqali kompyuterim bunga sim karta tushadi. Ana shunda kompyuterimizga solib nastroykasi o'zi avtomatik bo'ladi, o'shundan ishlatsak bo'ladi.